Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz oqsillarning tuzilishi va sintez bo'lishi haqida bo'ladi. Avvalgi mavzuyimizda aytib o'tgandek, DNK, RNK va oqsillar haqida gaplashgan edik. Shularning orasida hozir oqsillar haqida yana ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Demak, boshladik. Demak, oqsillarning tuzilishi. Oqsillar biomolekulalar qatoriga kiradigan murakkab birikmalar hisoblanadi. Oqsillar tuzilishi amino guruhlar, ya'ni formulasi shu ko'rinishda va karboksil guruhlardan va eng muhim qismi radikal qismlardan tashkil topgan. Radikallari bu oqsil aminokislotalarni bir-biridan farqlovchi qismi hisoblanadi. Ya'ni hamma aminokislotalarda bir xil birikmalar bor. Mana shu amino guruh, karboksil guruhlar bir xil joylashgan. Aminokislotalarni bir-biridan farqlash uchun radikaldan foydalaniladi. Radikal qanday joylashganiga qarab aminokislotalar bir-biridan farqlanadi. Keyingi ma'lumot. Oqsillarni bir-biri bilan bog'lanishi, ya'ni oqsillar ichidagi aminokislotalarni bir-biri bilan bog'lanishi. Masalan, aminokislotalar hammasi bir xil ko'rinishda dedik. Mana shu harf bilan bir xil holatda belgilaydigan bo'lsak, ularning o'rtasidagi bog'lar peptid bog' deb ataladi. Peptid bog'lar nechta bo'lishiga qarab, shunga qarab nom oladi. Bitta bo'lsa peptid, ikkita bo'lsa dipeptid bog', uchta bo'lsa tripeptid, 50 ta bog'dan kam bo'lsa polipeptid zanjirli aminokislotalar deyiladi. Agar 50 tadan oshadigan bo'lsa, bu oqsil nomini oladi. Mana shunga ham e'tibor qaratish kerak. Shunday savollar ham tushishi mumkin. 50 tadan oshsagina oqsil, 50 tadan kam bo'lgan aminokislotalardan oqsil deyilmaydi. Qachon peptid zanjirlari 50 tadan oshadigan bo'lsa, o'shandagina u oqsil nomini oladi. Keyingisi, oqsillarning tuzilishiga ko'ra turlari. Barcha narsalar tuzilishiga ko'ra turlanadi. Oqsillar ham xuddi shunday. Oqsillar nimasiga qarab turlanishi mumkin? Ya'ni tuzilishiga ko'ra turlanishi nima? Bu ya'ni oqsillarni qanday bog' bilan birikishi. O'sha peptid bog'i deydi, yana boshqacha bog'lar ham bor. Qanday bog'lar bilan birikishi? Murakkabmi yoki oddiy holatdami yoki yana boshqacha narsalar bilan farqlanadimi? Hozir shu haqida bilib olamiz. Demak, birinchi tur, ya'ni oqsilning birlamchi tuzilishi. Oqsilning birlamchi tuzilishida aminokislotalar peptid bog'lar orqali bog'lanadi. Ya'ni oddiy bog'lar bilan bog'lanadi. Birlamchi oqsil tuzilish darajasiga insulin oqsili misol bo'ladi. Ikkilamchi tuzilishdagi aminokislotalar vodorod bog'lar va peptid bog'lar bilan bog'lanadi. Ya'ni shuni bilishingiz mumkin, daraja ortgani sari bog'lanadigan bog'lar soni ham ortib boradi. Vodorod bog'lar ikkilamchi tuzilishda qo'shildi. Va ikkilamchi tuzilish bilan bog'lanadigan aminokislotalarga kollagen va keratin oqsillari misol bo'ladi. Bu kollagen, ozgina ma'lumot berib o'taman. Kollagen bu mushakda uchraydigan oqsil hisoblanadi. Ya'ni mushakda muskullarda ishni bajarishga yordam beradigan oqsillardan biri hisoblanadi. Keratin esa sochning yaxshi o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'ladigan oqsillardan biri. Endi uchlamchi tuzilish darajasi. Uchlamchi tuzilish darajasida vodorod bog'lar o'zgaradi. Disulfid va vodorod bog'larga aylanadi. Bu mana shu oqsilli aminokislotalar spiral shaklida o'ralib boradi. Boya aytdik, birlamchi darajada peptid bog' bilan o'raladi, ya'ni spiral yo'q, oddiy tekis holatda. Ikkilamchi tuzilishda esa spiral taxlanib boradi. Vodorod bog'lar qo'shiladi. Uchlamchi tuzilishda esa spiral yana kuchliroq taxlanib boradi va disulfid bog'lar qo'shiladi va bunga mioglobin va rodopsin oqsillari misol bo'ladi. Mioglobin oqsili ham boyagi kollagen oqsiliga o'xshab mushakda uchraydi, mushak oqsili hisoblanadi. Rodopsin oqsil bo'lsa hujayra membranalarida uchraydi va xuddi ta'sirlanish kabi vazifani bajaradi. Ya'ni tashqi muhitdagi ma'lumotni hujayra ichiga yetkazib turadi, hujayra ichidagi ma'lumotni esa tashqariga yetkazib turadi. Ya'ni qo'zg'aluvchanlikni ta'minlaydigan oqsil desak ham adashmaymiz. Endi oqsilning biosintezi. Kecha aytdik, oqsil biosintezda asosiy rolni DNK bajaradi. Chunki DNK asosiy matritsa hisoblanadi. Ya'ni matritsa oqsil hosil bo'lishida kerak bo'ladigan asosiy mahsulot, asosiy narsa desak ham bo'laveradi. Demak, oqsil biosintezi. Birinchi qism DNK reduplikatsiyasi.
yoki replikatsiyasi, ya'ni DNKning ikki hissaga ortishi. Bu paytda DNK oqsil sintezga tayyorlanishni boshlaydi va DNK o'zi aytdikkicha ikkita zanjirdan iborat deb. Bitta zanjiri ikkiga bo'linadi. Ya'ni mantiqan qaraydigan bo'lsak, 3 ta zanjir paydo bo'lib qolyapti unda. Ya'ni bitta zanjirdan ikkita zanjir paydo bo'ldi. Ana shu yangi hosil bo'lgan qismi eski turgan zanjirdan nukleotidlar ketma-ketligini ko'chirib oladi. Ya'ni eski zanjir matritsalik vazifasini bajaradi. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, nusxalab oladi o'ziga. Yangi hosil bo'lgan zanjir oqsil hosil bo'lishda ishtirok etuvchi asosiy qism hisoblanadi. Shu bilan DNK reduplikatsiyasi tugaydi. Ikkinchi qism transkripsiya jarayoni. Transkripsiya ana shu DNKning yangi hosil bo'lgan qismidan RNKning sintezlanishi. RNK aytdikkicha mana shu ma'lumotlarni saqlab oladigan qismi informatsion RNK deyiladi. O'zi RNK 3 xil bo'ladi. Informatsion RNK, transport RNKsi va ribosomal RNK. Aynan mana shu ma'lumotlarni ko'chirib oladigan joyda informatsion RNK ishtirok etadi. DNKning yangi hosil bo'lgan qismidagi ma'lumotlarni informatsion RNK o'ziga ko'chirib oladi va ana shu DNKning yangi zanjiridan informatsion RNK sintezlanadi. Undagi nukleotidlar ketma-ketligi qanday bo'lsa, informatsion RNKda ham xuddi shunday bo'ladi. Shu bilan transkripsiya jarayoni ham tugadi. Va oqsil biosintezining oxirgi jarayoni translyatsiya. Translyatsiya informatsion RNKdagi nukleotidlar ketma-ketligi oqsildagi aminokislotalar ketma-ketligiga aylanadi. Ya'ni bunda ko'rinib turibdiki, DNKdan RNK sintezlanganda nukleotidlar ketma-ketligini o'ziga nusxalagandi. Endi oqsil hosil bo'layotganda esa RNKdagi nukleotidlar ketma-ketligini oqsil o'ziga aminokislotalar ketma-ketligida ko'chirib oladi. Mana shu holatda oqsil sintezlanadi. Translyatsiya jarayoni oqsil biosintezining oxirgi jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon natijasida oqsil hosil bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.